Endi sezgi sferasi patologiyasi zararlanish joyiga qarab 3 xil turdagi zararlanish mumkin. Misol uchun birinchisi periferik. Shu periferik nerv sistemasini sohalarini ma'lum bir joylar zararlanishiga qarab periferik tipdagi sezgi buzilishi bo'lishi mumkin. Bir. Ikkinchisi medulla spinalis orqa miya zararlanishi mumkin. Buni aytamiz spinal tipdagi sezgi buzilishi. Keyingisi bosh miyani ma'lum bir strukturalari zararlanishi mumkin. O'shaning uchun serebral tipdagi sezgi buzilishi. Buni 3 ga bo'ldik. Periferik, spinal, keyingisi serebral. Keyingisi endi har bittasini ko'rib o'tadigan bo'lsak, periferikka misol. Periferik bitta nervni o'zini zararlashimiz mumkin. Ko'pincha posttraumatik bo'ladi, travmadan keyin. Misol uchun men bolgarka ishlatsam yoki bir qanaqadir ustachilik qiladigan bo'lsam, texnika xavfsizligiga rioya qilmaganimda bitta nervni kesib yuboraman. Agar u nerv faqat sezgi nervi bo'lsa, zararlanish o'sha nerv innervatsiya qiladigan terini o'zida faqat sezgida zararlanish bo'ladi. Agar aralash nerv bo'lsa, harakatida ham zararlanish bo'lishi mumkin. Buni aytamiz mononevritik. Bir. Ikkinchisi ko'p nervlarni zararlashi mumkin. Buni aytamiz polinevritik. Bu endi ko'pincha metabolik izmeneniya bo'ladi, ya'ni metabolik o'zgarishlar hisobiga kelib chiqqan. Ko'p uchraydigan va biz biladiganimiz eng ko'p qandli diabetdan keyingi metabolik izmeneniya bu diabetik polineyropatiya hisoblanadi. Undan keyingisi surunkali alkogoliklarda uchraydigan alkogolik polineyropatiya ham bunga misol bo'ladi. Polinevritik. O'zgarish qanaqa bo'ladi? Ko'pincha kichik nervlardan boshlanadi. Nerv terminallardan boshlanib, keyin markazlashaveradi. Xulosa qilsak bo'ladiki, qo'lda birinchi xuddi mana perchatka kiyadigan sohamiz birinchi zararlanadi, oyoqda ham paypoq kiyadigan sohamiz birinchi zararlanadi. O'shaning uchun perchatki naski tipida sezgi buzilishlari deymiz. Polinevritik o'shanga misol bo'ladi. Ko'pincha sezgi neyronlar zararlangani uchun gip yoki bo'lmasa giperesteziya ko'rinishida kelib chiqadi. Polinevritik. Undan keyingisi yana yuqoriga ko'tarilamiz. Plexus keladi bizda. Plexitik bo'lishi mumkin. Plexitik yoki bo'lmasa plexopatik. Plexusimizni tarkibi bizda faqat sezgi emas endi. Plexus tarkibida harakat ham bor mana. Sezgi, motor, vegetativ ham bor. O'shaning uchun o'shalasida ham o'zgarish kelib chiqadi. Misol uchun plexus brachialisimda plexit bo'ladigan bo'lsa, chap qo'limda periferik monoparez motor hisobiga, chap qo'limda monoanesteziya sezgini hisobiga, plus chap qo'limda trofikasi buziladi. Misol uchun tuklarim to'kilib ketadi, vegetativ narusheniya hisobiga yoki bo'lmasa pigmentatsiyasi buziladi. Shunaqa. Вот. Bu plexitik yoki plexopatik. Undan keyingisi yana yuradigan bo'lsak, mana ichkariga yuradigan bo'lsak, вот. Hozir mana yergacha keldik. Endi ganglion spinali sohamiz zararlashimiz mumkin. Ganglionit. Вот. Ko'pincha virus etiologiyalari bilan zararlanadi. Misol uchun gerpes oilasiga mansub viruslar neyrotrop virus bo'ladi. Ko'pincha neyronning so'masida yashaydi. Gangliyalarda periferik. Endi qachonki biz immunitetimiz tushgandan keyin bu yerdagi viruslarimiz, вот, bu yoqdagi viruslarimiz reproduksiya bo'lib ko'payib, aksional transport vositasida nerv terminaliga keladi va terminal qismida vezikulyar toshmalar toshadi bizda. Misol uchun ko'p uchraydigan qovurg'alararo nerv nevralgiyasini chaqiradigan o'rab oluvchi hisoblangan o'sha gerpes zoster. Вот. Ko'pincha shu qovurg'alararo sohada chiqadi. Ganglionit. O'zgarish agar ko'p nervni zararlagan bo'lsa, gipesteziya ko'rinishida bo'lishi mumkin, lekin vezikulyar gerpetesga toshmasiga qarab bilamiz. Plus bu ko'pincha kuydiruvchi og'riq chaqiradi, kauzalgiya deymiz. Kauzalgiya. Eslab qolamiz shuni. Qaysi segmentlar sohasini zararlagan bo'lsa, o'sha segment bo'yicha ketaveradi nimada? Dermatomda. Misol uchun toraks 3, toraks
to'r sohasini ganglisida bo'ladigan bo'lsa, shu innervatsiya qiladigan teridagina o'zgarish bo'ladi. Undan keyingisi, bundan ham o'tdik. Radix posteriorni zararlashimiz mumkin. Buni aytamiz radikulitik yoki bo'lmasa radikulyar. Bunda nima bo'ladi? Agar radiksimiz demilinizatsiya bo'lsa, demilinizatsiya hisobiga demilinizatsiya bo'ladigan bo'lsa, unda o'tkazuvchanlik bloklanadi. Shuni hisobiga dermatomning o'zida anesteziya kuzatiladi. Qancha radiks zararlanganiga qarab. Misol uchun, o'sha toraks 3-4 sohasi demilinizatsiya bo'lgan bo'lsa, shu soha sezmaydi. Anesteziya chaqiradi. Agar shu nervimiz yot qanaqadir hajmli hosilalar yordamida ta'sirlanib qoladigan bo'lsa, misol uchun nimamizda ko'p uchraydigan grejalar, intervertebralniy grejalarimiz bor disklarda, yoki bo'lmasa o'smalarimiz bor, yoki bo'lmasa posttraumatik qanaqadir осложненияларimiz bor. O'sha radix ta'sirlanib qolishi mumkin. Unda o'tkazuvchanlik buzilmaydi. Naborot, mana ta'sirlovchi faktor buni doimiy stimulyatsiya qilib turadi, razdражение qilib turadi. Shuni hisobiga liniya bo'ylab radikulyar og'riqlar bo'lishi mumkin ikkinchisi. Yo sezmaydi yoki bo'lmasa radikulyar tipda og'riq bo'ladi. Sezmagani demilinizatsiya bo'lsa, o'tkazuvchanlik buzilgani hisobiga, og'rig'imiz mana shu radiksimiz ta'sirlanib qolgani hisobiga. Bu periferikda turlari edi. Endi ko'rib o'tadiganimiz spinal turdagi sezgi zararlanishlari. Spinal turdagini o'zi ham ikkiga bo'linadi. Agar kulrang moddasini zararlasak, bizda segmentar tipdagi buzilish bo'ladi, sezgi buzilishi. Bunda nima degani? Kulrang moddamiz o'zini dermatomaga javob beradi. Misol uchun, shu toraks 3 deydigan bo'lsak, shu innervatsiya qiladigan teri sohamizga javob beradi, boshqasinikiga javob bermaydi. Shunda bitta shu toraks 3 ni zararlasak, shu toraks 3 innervatsiya qiladigan teridagina o'zi tomonida o'zgarish bo'ladimi? Yuzaki sezgida faqat. Chunki chuqur sezgi kulrang moddaga kirmaydi. Shuning uchun yuzaki sezgi faqat o'sha qaysi segmentni narusheniya qilgan bo'lsak, o'sha segment innervatsiya qiladigan tomonda dermatom bo'ylab segmentar tipda buziladi. Keyingisi mana segmentar deb qo'yamiz. Birinchisi bu yengil zararlanish. Agar ko'p segment bo'lsa, конечно, og'irroq bo'ladi. Keyingisi o'tkazuvchi tip. Provodnikoviy tip. Bu endi oq moddadan zararlashimiz kerak. Oq modda. Oq modda bizda traktlardan iborat. Trakt. Yuqoriga ketyapti emas. Endi mana oq moddadan zararlab qo'yadigan bo'lsak, achagdan pastda umuman sezgi yo'q. Segmentda faqat o'sha achak joylashgan segment darajasida edi o'zgarish. Endi oq moddadan zararlasak, zararlangan sohadan pastda umuman sezgi pastda yo'qolgan bo'ladi. Misol uchun toraks 3 sohasida oq moddani endi zararlaydigan bo'lsak, to'liq zararlasak oq moddani toraks 3 dan pastda, bu degani qorin, oyoq sohamizni sezgisi yo'qolgan degani. Shundan bilsak bo'ladiki, o'tkazuvchi tip og'irroq. Endi chuqur va yuza sezgi shu spinal tipda farq qiladi. Misol uchun, chuqur sezgi agar o'tkazuvchi tipda zararlaydigan bo'lsak, achak tomonda chuqur sezgi yo'qoladi. Endi yuzak sezgini oq moddada zararlaydigan bo'lsak, achakdan qarama-qarshi tomonda yuzak sezgi buzilgan bo'ladi. Keyingisi cerebral tip. Cerebral tip. Qaysi anatomik struktura zararlanishiga qarab, buni ham turlari bor. Misol uchun, miya ustuni zararlanadigan bo'lsa, bunda alternirlashgan sindromlar bo'ladi. Miya ustuni sohasidagi sezgiga oid bo'lgan yo'llar, yadrolar zararlansa, alternirlashgan sindrom sezgi tipida. Miya ustuni bo'lsa, alternirlashgan sindrom. Bu nima degani desa, mana tanamiz bo'lsa, tanamiz yarmi.
Alternlashgan sindrom shunaqaki, achak tomonda yuzda klinika bo'ladi, tanada qarama-qarshi tomonda klinika bo'ladi. Bu. Mana shu narsa alternlashgan sindrom. Ya'ni yuzda achak tomonda, tanada qarama-qarshi tomonda achak tomon achak. Agar sezgi alternlashgan sindrom bo'lsa, sezgi yuzda achak tomonda pasaygan, yo'qolgan, tanada qarama-qarshi tomonda gemi anesteziya. Agar shu harakatga oid bo'ladigan bo'lsa, yuzda periferik parez, tanada qarama-qarshi tomonda markaziy gemiparez. Agar shu aralash tipda bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni aralashtirib olamiz bo'ldi. Bu miya ustuni zararlanishi edi. Undan keyingisi talamus sohasi zararlanishi mumkin. Talamus zararlansa, bizda talamik sindrom bo'ladi. Talamik sindrom. Avtorski Dejerin Russi. Beat gemi sindrom. 5 ta gemi sindrom bo'ladi. Endi talamusga borguncha mana kranial nervni nimalari ham kesishib bo'lgan bo'ladi, sezgi yo'llari ham. Trigeminal yo'llar ham mana kesishib bo'lgan. Kranial nerv ham. O'shaning uchun talamusda klinika to'liq tanada ham, yuzda ham, hamma joyda yarmi o'sha tomonda bo'ladi, qarama-qarshi tomonda. Xo'p. Achak bu tomonda, yuzda ham klinika qarama-qarshi tomonda, tanada ham qarama-qarshi tomonda. Xo'p. Alternlashgan sindromdan farqi yuzdagi klinika. Alternlashgan sindromda yuzda achak tomonda edi. Hali kesishib o'sib qilmagan edi. Talamusga borguncha kesish bo'ladi, o'shaning uchun talamus zararlanganda achakdan qarama-qarshi tomonda sezgini pasayishi yoki yo'qolishi bo'ladi. Endi 5 gemi sindrom deyapmiz. Qaysilar misol bo'ladi? Gemi anesteziya aniq. Sezgi uchun darvoza bo'lgani uchun talamus, gemi anesteziya, gemi ataksiya. Gemi ataksiya bu o'sha sensitiv ataksiya. Undan keyingisi gemi algiya, tanani qarama-qarshi tomonda og'riq bo'ladi. Keyingisi gemi giperpatiya. Giperpatiya shunaqa narsaki, mana og'riq nuqtalarini tekshirganimda sog'lom odam ignani tekkizgan joyimdagina sezadi og'riq. Giperpatik odam ignani mana shu sohaga tekkizsam, shuncha areal bilan og'riq sezadi. Shundan bilib olsak bo'ladi. Gemi giperpatiya. Keyingisi gemi anapsiya. Gemi anapsiyalar endi achak juda katta bo'lsagina qo'shiladi. No. Shu 5 ta gemi sindrom, talamik sindrom, avtorski Dejerin Russi. Keyingisi ichki kapsula zararlanishi mumkin bizda. Ichki kapsula zararlanganda 3+1 gemi sindrom. 3+1 gemi sindrom nima uchun bunaqa? Achakni katta kichikligiga qarab har xil. Ichki kapsula zararlanganda birinchi bo'ladigan simptomimiz gemiparez. Gemiparez bu dvigatel narushение. Bizga sezgi kerak. O'shaning uchun gemi anesteziya, gemi ataksiya plus gemi anapsiya. Endi mana uchalasi odatda birga keladi. 3 asosiysi. Achak juda ham katta bo'lsa, o'choq, patologik o'choq juda ham katta bo'lsa, mana +1 qo'shilishi mumkin. Gemi anapsiya qo'shilishi mumkin, chunki bu retrolentiform part. Mana ichki kapsulani ham eng orqasidan o'tgan o'shaning uchun. Xo'p, bu ichki kapsulaning zararlanishi. 3+1 gemi sindrom. Parezga bog'liq bo'lgan simptomini aytib o'tganmiz. Wernicke-Mann holati. Rukoprosit, nagokasit. Mana 3 tasi gemi sindromida 3 tasi sezgiga oid. Undan keyingisi korteks zararlanishi mumkin bizda. Korteks zararlansa ko'pincha endi gemi bo'lmaydi klinika, achakni katta kichikligiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Penfieldni gomonkulsini bilib olishimiz kerak. O'sha teskari to'nkarli odamni eslatadi deganmiz. Misol uchun arteriya cerebri anteriorda qanaqadir o'zgarish hisobiga bizda sezgi sohalarimiz zararlansa, ko'pincha
oyoq proyeksiyasi zararlanadi. Shunda achakdan qarama-qarshi tomonda mono anesteziya oyoqda bo'ladi. Misol uchun bu Dexter tomon, bu Sinister tomon bo'lsa, hozir shu soham mana поражение bo'ldi. Вот. Oyoq proyeksiyasi edi. O'shaning uchun Dexter bo'lsa, chap oyog'imda mono anesteziya bo'ladi. Yoki bo'lmasa achakni kattalashtiramiz endi. Вот. Mana shuncha qilamiz. Вот. Endi oyoqda ham, tanada ham, qo'lda ham bo'ldi. O'shaning uchun chap tomonlama gemi anesteziya bo'ladi. Gemi bo'ladi. Chunki qo'l ham qo'shildi bo'ldi, tana, qo'l ham qo'shildi. Achak kattalashdi. Ko'pincha achak kichikroq bo'ladi, o'shaning uchun mono ko'rinishda uchraydi. Yoki bo'lmasa cerebral media bo'ylab bu yoqdan поражение qilsak, mana shu sohagina поражение bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu sohagina bo'ladi. Unda ham faqat qo'lda va yuzda anesteziya kuzatiladi. Bu shu sezgiga bag'ishlangan umumiy yo'llarimiz, anatomiyasi tekshirishi va zararlanishlari edi.